Kecha Shavkat Mirziyoyev imzolagan g'ayrikonstitutsiyaviy qonunga ko'ra administratsiyada ishlaydiganlar, ularning oila a'zolari, bola baqrasi, ota-onasi hammasiga diplomatik pasportlar berilar ekan. Ya'ni O'zbekiston vatandoshlari O'zbekiston pasport bilan bugun juda ko'p mamlakatlarga chiqa olmaydi, juda ko'p mamlakatlarga viza talab qilinadi va mana shunday sharoitda xalqning xizmatkorlari bo'lgan, xalqimga xizmat qilaman deb qasam ichganlar o'zlariga diplomatik pasport, dunyoning istalgan joyida o'tadigan alohida maqomdagi pasportni olishyapti. Nafaqat o'zlariga, balki o'sha oila a'zolari, yaqinlariga ham. Savol tug'iladi, nega? Agar qayergadir safar qilmoqchi bo'lsa, ayni paytdagi o'sha joriy O'zbekiston pasporti bilan ham ular dunyoning istalgan joyiga borishi mumkin. Hukumat delegatsiyasi bo'lib, bo'lmasa bir rasmiy shaxs bo'lib, bemalol bora oladi. Nega kerak bo'lyapti diplomatik pasport prezident administratsiyasi xodimlari ularning oila a'zolariga, garchi ular bir tashqi siyosat bilan shug'ullanmasa? Buni bitta sababini ko'ryapman. Bu favqulodda O'zbekistonda nimadir bo'lganda oson va tez qochish uchun. Ya'ni bilamiz tarixdan Buxoro amirligi misol uchun ruslar bostirib kelganda Buxoro amiri xalqni ogohlantirmasdan, hech kimga hech narsa demasdan bola baqrasini olib, astagina quyonni rasmini chizgan. Yo bo'lmasa mana yaqinda Afg'onistonda Ashraf G'ani hokimiyati ag'darilib Tolibon kelganda. O'sha hokimiyat ag'darilgan kungacha Ashraf G'ani hokimiyati butun afg'on xalqiga Tolibon bizni ag'dara olmaydi, bizning armiyamiz qudratli, hech qanaqa xavf yo'q deb ishontirib keldi. Va bir kunda Tolibon hokimiyatga kelyapti, Ashraf G'ani hukumati amaldorlari bir deganda qochib ketyapti Dubayga, boshqa joyga. Kim qoldi? Xalq qoldi. Va bugun ham O'zbekistonni yuqori amalda o'tirgan amaldorlari, ya'ni prezident administratsiyasi o'zi uchun, bolalari, oilasi uchun diplomatik pasport qilishdan maqsad men faqat shuni ko'ryapman. Ular demak nimadandir xavfsirashyapti. Ertaga nimadir bo'ladigan bo'lsa, ular qochadi, ketadi. Bir deganda osongina, tezgina o'zining manziliga yetadi. O'zbekiston xalqidan o'margan pullariga maza qilib yashaydi. Bu yerda diplomatik pasporti yo'qlar qoladi. Tarix kelajak ko'zgusi. Biz tarixda xalqim deb oxirida xalqimni o'ylab qochgan qancha xon va amirlarni ko'rdik. Biz mana yaqin tarixda ham, qo'shnilarimizda ham ko'ryapmiz. Va bugun biz hushyor bo'lishimiz kerak. Bizga xizmat qilish kerak bo'lganlar xizmatini qilsin. Favqulodda qochaman deb o'ziga diplomatik pasportlarni yasab olmasin. Bugun O'zbekiston xalqi ikkiga bo'lindi. Diplomatik pasporti yo'qlar, ya'ni hech qayerga qocha olmaydiganlar va qo'lida diplomatik pasporti bor bo'lgan xalq xizmatkorlari. Agar ular haqiqatda xalqini o'ylaganda, haqiqatda xalqini sevganda, haqiqatda xalqqa xizmat qilaman deganda, hammadan yashirincha, referendum qilmasdan, xalqdan so'ramasdan, g'ayrikonstitutsiyaviy, ya'ni konstitutsiyaga zid bo'lgan, respublikaga zid bo'lgan qonunni o'zlari uchun chiqarib, o'zlariga diplomatik pasportlarni qilishgan bo'lishmasdi. Bu ishlari vatanga, xalqqa xiyonat. Va bugun pasporti yo'qlar hushyor bo'lishimiz kerak.